Iyulni kelishi bilan Xitoyning issiq kunlari boshlandi. Atmosferadagi farq esa issiqlikni olib keladi va butun Yaponiyadagi havo bosimi oldingi yilnikidan ko'proq. Kisenetsu Kanto va Takai tumanlarida osmon yozgidek ochiq bo'ladi. Ichki tumanlarda issiq bo'ladi. Shuning uchun tog'lardagi kutilmagan chaqmoqlarga tayyor bo'ling. Boshqa xabarlarga Tokio Svastonlar orasida oshib borayotgan kurashga oddiy fuqarolar ham aralashib qolishdi. Yo'q, 6 kishi yaralandi. rostdanmi? Bittasini shifoxonaga olib Dahshat. borishdi. Biroq u halok bo'ldi. Mudhish hodisa joyida halok bo'lganlar Naoto Tatibana 25 yosh, Shibuya tumani, Naoto Tatibana? va Shibui, Tokiodan Naoto Tatibana, opasi Hinata Tatibana 26 yosh. Politsiya faol harakatlarni boshladi. Tatibana? Hinata? Tokio qasoskorlari. Umrimda bir marta o'rta maktabda Naoto Tatibana bilan munosabatda bo'lganman va mana u halok bo'ldi. Hoy, bilaman, uydasan. Ha? Qancha aytishim kerak? Televizorni pasaytir deb. Kechirasiz. Ha, yoshlar, oldingidek emas-da. Yana qancha marta bir narsani qaytarishim kerak? Takemichi Hanagaki. Disk qaytgan zahoti biz ularni joyiga qo'yamiz. 1000 marta aytganman-ku. Kechirim so'rurma, jonga tegding. La'natda bo'lmag'ur. Salom amaki. Senga nimadir yoqmadimi? Yo'q, ketaman. Nima? Ahmoq! Hoy, nima qilib qo'yding? Hayotim bunaqa tarzda bo'ladi deb o'ylamagandim. Shibuya va Shinuga Karton devorli uyda yashayapman. yaqinlashyapti. Mendan kichik bo'lgan boshqaruvchi mana urushyapti. Bolalar sho'xlik qilishdi, men esa ularning o'rniga javob berdim. Butun umrimda menda bitta qiz bo'lgan, u ham o'rta maktabda. Bunga qo'shib hali ham bokiraman. Xatolik qildim.